ayollar juda hali eng chekka joyda yashaydigan ayollar shu ishlarni eplayapti-da. Xudojon, men eplolmaymanmi dedim. Dedim, mana bir boshlay mayli. Muhabbatxonni haligi menga motivatsiya berishi bilan keyin a'zo bo'ldim. Endi bilasizmi nima dedim, Dilbarxon 5-6 tasini chaqirdim. Ular endi san'atkor. Endi hamma o'zini kasbidan keladi. Shu bilan keyin men aytdim, "Voy, mana shunaqa azob beray bo'laylik" desam, bir ikkitasi aldagan bo'ladimi, yo'qmi deyishdi-da. Ha, bo'ladi dedim. Mana mazam bismillah deb mana shu anaqa qildim Green Life-ga. Ishoninglar, yaxshi kompaniya, odamlari ham yaxshi, boshliqlari ham, direktori ham, xudo xolisa Xitoylarga ham boramiz hali dedim. Hammasini aytdim. Keyin yana bir ikkitasi ikkilanib qoldi, bilasizmi nima dedim? O'zimga ham shunaqa deyishgandan keyin, dedim, bu hafta bundan pul kelmasa ham zato o'shadan to'y chiqadi dedim. Biza san'atkor dedim. Islomiy to'y bo'ladimi, ayollarniki bo'ladimi, kelin salom bo'ladimi dedim. Hammasini o'tkazamiz dedim. Hammamiz taniqli bizlar dedim. Ha, hech bo'lmasa bu yoqdan pul bo'ladi dedim. Ashuna qilib 5-6 tasini xo'p deb turibdi.